Sizlar bilan bek gapim. Bugun sizlar bilan yangi uyimga ko'rishga boramiz. Ketdi. Bola rahmat, 3 ta obunachi bo'ldik. Xudo xohlasa yana 500 talar obunachi bo'lamiz. Shuning uchun tez tashanglar obunachi. Obuna bo'lib like bosinglar. Har doimgidek kim bilan o'ynamoqchi bo'lsa, kommentni ochib qo'ying. Az belgilab oling. Man ketdi. Bola mashinam kimga yoqdi? Yoqqanmasa kommentga undan baho qo'yinglar. Bilyapman, ko'p odam ko'ryapti, lekin kommentariyaga hech nima deb like ham, obuna ham bo'lmayapti. Iltimos bolalar like, obuna bosib ko'ringlar. Kommentariya ham yozish ishdan chiqib ketmasin. Nomerlarga necha baho qo'yasiz? Ketdi. Yaqinda bolalar Telegram kanal ochaman. Bugun mana shu videoga kim men bilan o'ynamoqchi bo'lsa, kommentariyaga yozsin. O'qiyman kommentariyalarni. Keyin birga har xil videolar olamiz. Obuna, like boshqa bosib ko'ringlar. Hozir hech kim yo'q. Onlayn serverga kirdim, lekin hech kim yo'q. Nimaligini bilmayman. Agar 500 ta bo'lsak, men mashinani berib beraman. Mayli 500 ta emas, 100 ta bo'laylik hatyap. Mana shu mashinani bitta odamga berib beraman. Video qilib. Qachonki 150 yo 200 ta bo'lsak, jonli efirlar qilaman. Hozircha 5 minut, 2 minutlik videolar olaman. Keyin asta-asta obunachi ko'payaversa, shunga qarab harakat qilaveraman. Shuning uchun obuna bosib, like bosib ko'ringlar. Bugungi video ko'rgan bo'lsalaring, PUBG haqida video chiqardim. Shuni o'zi 9 kishi ko'ribdi. Aktiv zo'r. Lekin hech kim kommentariya yozmaydi. Inshaalloh bugun yozinglar. Kim men bilan o'ynamoqchi bo'lsa. Menimcha hamma o'ynamoqchi. Shuning uchun kommentga yozinglar. Birga videolar olib bir oila bo'lamiz. Hozircha bu akkaunt o'zimniki emas. Yani akamniki. O'zim akkauntimni ertaga obzor qilaman. Obzor qilaymi, qilmaymi? Kommentariyaga yozinglar shuni. Post. Benzin qilma. Ayli menada olamiz. Hech qisi yo'q. Kim qaysi viloyatdan? Shuni ham yozinglar. Ketdi.
Ötüp gittik. Orada oluş gerek. Gitti. Asta sekin burulamız. Gittik. Gittik. Ben şimdi yangilaşım gerek. Şurada istiyor. Benzin kalmadı ki. Benzin satıp alamız. Ne telefon katıp başladı. Allah razı olsun. Like basıp oynarım. Sekin burulamız. Oy maşın tip gittik. Geldik mana dostlar. Yangi uyumlu ham. Asla burulamız. Maşikte maşın girgizip koyamiz. Sanırsa. Aslında bir sok koyalım. Ya böyle ödü çekip gidiyor. Mana benim yangi uyum dostlar. 500 bin ve 800 bin metre. Lekin puluga arziydi. Bir narsa zo'r narsasi bor. Uyda küçükçe var. Küçükçe qayerga ketdi? Küçükçe bor uyda. İsmi ham qo'yildi. Uyga ketib qolibdi küçükçe. Öyle küçük. Mana bemalol o'tirib dam olgan joylar. Mana oshxona. Bu yerda ham o'tirib televizor ko'rsa bo'larkan. Televizor, shkaf. Mana keraksiz joy. Dush, mana dush. Hojatxona. Mana gamirlik. Gemir bo'lsa ham bo'lar. Mana yotoqxonami bilmadim. Dars qilsam ham bo'larkan. Yotoqxona qayerda buni? Mana nerda ekan yotoqxona? Mana kim bemalol kelib televizor ko'rib yoki hordiq olsalang bular. Yerda mana ittilib turib yuzlarni yuvib, banaga o'tirib dushga. Xullas shunga keluvdim do'stlar. Mayli hammaga xayr, sizlar bilan qisqa muddat ichida bek gapim bo'ldi.